Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizani kuzatib borayotgan barcha hamyurtlarimiz, barcha dindoshlar, saxovatpesha insonlarimiz, biz yana bir vatandoshimizni, bemor vatandoshimizni xonadonlariga keldik. Namangan viloyati Yuksalish mahallasi Saxovat uyiga tashrif buyurdik. Tashrif buyurishimizning boisi mana shu 30 yoshlik Musulbek ismli bemorimizni xonadonlariga keldik va bularni barcha sharoitlarini o'rgandik. Bularning bizga qilayotgan murojaatlari shundan iborat. Meditsina tilida aytganda glomernefrit, ya'ni buyrak yetishmovchiligi kasalligi bilan 4 yildan beri azob chekyaptilar. Aynan shu daqiqalarda bularning sharoitlarini, kasalliklari to'g'risida o'zimiz xolislik sifatida tashrif buyurdik va o'rganib chiqdik. Kasallik varaqalari bilan tanishdik. Bularga moddiy tomonlama hozir mablag'lari yetarli bo'lmaganligi sababli biz barcha mana shu savob talab hamyurtlarimizdan, musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimizdan yordam tariqasida murojaat qilish uchun mana shu videoni tayyorlashga maqsad qildik. Ijodiy jamoamiz bilan birgalikda 4 yildan beri bu kasallik bilan azob chekyaptilar. Haqiqatan ham bu xolis guvoh sifatida kelganimiz sababi biz har bir kelayotgan joyimizga avval sharoitini va qanday kasallik, qanday yordam kerakligini o'zimiz xolis sifatida mana shu xonadonga kelib o'rganamiz va undan so'ng sizlarga murojaat qilamiz. Hurmatli hamyurtlarimiz, kimda kim savob talab va mehrga tashna bo'lsa, mana shu bemorimizga qo'ldan kelgancha 10 ming so'mdan, 5 ming so'mdan qo'ldan kelgancha mana shu moddiy tomonlama operatsiya uchun, ya'ni ana shu buyrak ko'chirish operatsiyasi uchun kerakli mablag'ni yig'ish maqsadida yordam berasizlar degan umiddamiz. Sizlardan iltimos qilib qolamiz, hurmatli hamyurtlar. Mana shu karta raqamlariga o'z xizmatingizni, o'zingiz yordamingizni ayamaysiz degan umiddamiz va mana bu raqamlarga murojaat qilib bemorimiz haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish imkoniyatiga egasizlar. Darhaqiqat azizlar, ehson jannat kaliti deyishadi. Hurmatli azizlar, barchalar qo'ldan kelgancha yordaminglarni ayamaysizlar va mana shu bemorimizni qayta oyoqqa tiklanishlariga hamjihatlik bilan birgalikda qo'limizdan kelgancha yordamimizni ayamaymiz degan umiddamiz. Hozir biz Rokiyaxon onajonimiz bilan, ya'ni bemorimiz onalar bilan suhbatlashdik, kasalliklar to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'ldik. Hozir mana davlatimiz tomonidan berilgan Saxovat uyida istiqomat qilishyapti. Onajonimiz yolg'iz boshlari bilan farzand o'stiradilar. Albatta, hozir oilada ham erkak ham ayol vazifasini o'taydilar. Bu juda ham qiyin masala bo'lsa kerak. Onajonimizni o'zlari ham ikkinchi guruh nogironalar, bularning boquvchilari yo'q va oilada boshqa daromad keladigan manbalari yo'q. Shuni inobatga olib, qo'limizdan kelgancha yordamimizni ayamaymiz degan umiddamiz. Barcha azizlar, hamyurtlarimiz yordam beramiz degan umiddamiz. Yordaminglarni aytamiz.